Farzandlar uchun aliment to'lanishi shartligidan xabarimiz bor. Do'stlar, ota-onani moddiy jihatdan qo'llamaganlik uchun, ularga aliment to'lamaganlik uchun ham javobgarlik mavjud. Bundan xabaringiz bormi? Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 475-moddasiga ko'ra, voyaga yetgan shaxslarning mehnatga layoqatsiz va moddiy yordamga muhtoj bo'lgan ota-onani yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlashi, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluv qaroriga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ni jami bo'lib 2 oydan ortiq muddat mobaynida to'lamaslik 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga yoki bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Demak, ota-ona oldidagi mas'uliyat, majburiyatlarni bajarmaganlik uchun qat'iy qonuniy javobgarlik belgilangan va bu holatni hammamiz bilishimiz zarur. Videoni tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.